rahmat. Shuni so'ramoqchi edim. O'zi qanaqa bo'lyapti natijalar? Natijalar zo'r. Mana вообще anavi aytmoqchilar, boyagi filmda aytmoqchilar, mana peshob ushlab turolmasdi. Man o'sha siz bonus darslikka berganingiz darslaringizdan beri boshlagandim. Mhm. Hammasini qoldirmay qilotgandim ikki mahal. Keyin shu bitta o'rtada darslar boshlangandan keyin ustimga ishni bo'lib qoldim. Shuni qoldirdim-da. Mhm. Hozir o'sha siz nafas olish mashqlari dedingiz. Avvallari judayam nerv chitqib yurardim-da, asabim buzilib, ertadan kechgacha ikkita yosh bolam bor. Shuning o'zim jahlim chiqib asabiylashib yurardim. Hozir lekin shu darslarni boshlaganimdan beri o'zimni ham bildim-da o'zgarishdi. Hmm. Umuman hech narsaga, masalan, sabab bo'lsa ham bu asabim buzilmaydigan bo'lgan, nerv chiqmaydigan, spokойно bo'lganman. Yaxshi, молодец, zo'r. Rahmat Mashqlarni akajonim, vaqtida Alloh rozi qilsangiz, bo'lsin sizdan. mashqlarni vaqtida qilsangiz, undan ham zo'r bo'ladi, xudo xolisa. Nasib inshaalloh, endi qoldirmayman. Hmm. Yaxshi, zo'r.